Faziletxonning dugonalari kelganlar, ularning xalq so'zlarini, yurak so'zlarini eshitamiz. Qachon Faziletxon turmusha chiqar ekan, shu turmusha chiqqanda gapimizda tayyorlanib, bir 3 oy bo'ldi. O'yinimiz, shu ashula aytamiz, she'rlar aytamiz deb katta tayyorgarlik ko'rib o'tirgan dugonalari yana bugun davramizni to'ldirib o'tiribdilar. Mana shunday bir ajoyib kun. Bizni o'zbek xalqimiz shunday bir mehmondo'st, shunday bir to'y beradigan bir farzand uchun shu jonidan fido qilib harakat qiladilar, kechani kecha damidlar, kunduzni kunduz damin mehnat qilib, shunday günah yetirib ularning to'ylarini beradilar. To'ylarda tushanlarga chunki hayot gulgunda, ömür bo'yi yiqqanini to'y qiladi bir kunda. Haqiqatan ham mana Razaqam va Janob Alloh mana bugun qahramonni o'ylantirib, xursand bo'lib o'tiribdilar. Mana Faziletxondek davramiz mehmonlar shu Faziletxonni mana suyanchig'i bo'lib, shunday bir ajoyib tayyorgarlik ko'rib, to'yinda ishtirok qilyaptilar. Mana shu to'ylar muborak bo'lg'ay deb hamisha baxtli bo'lsinlar,
muhabbatdan, sadoqatdan taqli bo'lsinlar. El xizmatin tabarruk deb bilsinlar. Kelin kuyov to'ylaringiz muborak, shodlik to'la to'yxonadan muborak deb Madina xonasi navbati marhamat. Baxt tilayman. Katta rahmat. Bildim. Men o'ynimanda turganim bu endi. Xursandday, marhamat. Assalomu alaykum davra qatnashchilari. Mana bugun biz dugonam Fazilat hamda uning shu kundan e'tiboran umr yo'ldoshi bo'lmish qahramonlarning nikoh kechasida o'tirgan ekanmiz. Shu fursatdan foydalanib, bu ikki yoshga uzoq umr, baxt, saodat tilayman. Hamisha baxtli bo'lsinlar. Katta rahmat. Aytganlaringiz kelsin, baxtli bo'lsinlar, farzandlari ko'p bo'lsin. Shu farzandlari aytib tursa endi aytib o'lmang. Shu farzandlari biri Hasan bo'lsin, biri Husayn bo'lsin, bir yil Oysha Fatma bo'lsin, bir yil Zo'ra Toyil bo'lsin. Shunda 3 yilda 6 bo'ladi. Aziz do'stlar, yana qahramonni butun harbiy xizmatda bo'lgan do'stlari, sinfdoshlari bugun davrani to'ldirib o'tiribdilar. Qahramon o'ylansa, shuning ajoyib tilaklarini bildiramiz deb, shu har kimning baxti. Yana qahramonni yaqindagina mana bu Yaxshimurod qarada suv tutib, paxtani ichidan ikkimiz aralab, o'rmalab yurgan vaqtlarimiz. Yana bugun armiyani bitirib, harbiy xizmatni tugatib, mana Fazilatxondek ajoyib qiza ega bo'lib o'tiribdilar. To'ylar muborak bo'lsin, qahramon. Aziz do'stlar, mana shu bularni baxti shu Namangan degan yurt bor ekan, O'zbekistonda shu Namangan go'zal, Navqiron, shunday bir ajoyib shahar, ana shu Namanganda xizmat etgan ekanlar. Birga xizmatda bo'lgan Murodbek harbiy xizmatda bo'lgan jo'rasina so'z navbati. Marhamat. Assalomu alaykum barakatlarchilar. Mana bugun biz jo'ramiz qahramon va uning yo'ldoshi bo'lmish fazilatlarni yo'qotishda o'tirgan ekanmiz. Men bu ikki yoshga uzoq umr, baxt, saodat tilayman. Mana bugun to'yda o'tirgan bo'lsak, kelasi yil halla to'yda o'tiramiz. Katta rahmat, ajoyib tilaklar uchun tilaklaringiz ro'yobga chiqsin. Xudoyim kelasi yil shu yillardan burunroq 9 oy, 9 daqiqa, 9 soat, 9 minut ana shunday vaqtda shuning 5 to'y davom etavergay. Davramizda yana qahramonni jo'rasi Shuhratbek ishtirok qilyaptilar. Hurmat bilan Shuhratbekga tabrik navbati. Marhamat. Assalomu alaykum qatnashchilari. Mana bugun biz do'stimiz bo'lmiz qahramon va Fazilatxonlarning nikoh kechasida o'tirgan ekanmiz. Shu fursatdan foydalanib bu ikki yoshga uzoq umr, baxt, saodat tilayman. Katta
Katta rahmat bu xonadonni Razak akamlar xonadoni xudoları Sultan Paşa apa davramiz mehmonlar ikkita yoshni tabriklash uchun Sultan Paşa apa so'z navbati. Marhamat. Aziz mehmonlar, Razak akamdan gel qardoshlar. Xudomiz razaqlarni, evet Janob Xonimning yarim bilan muboraklaymiz. Rahmat, Xudoyim baxtli olsunlar. Katta rahmat ajoyib tilaklaringiz uchun. Alloh taolo sizdan shunday yaxshi kunlarga yetirgay, sizdan shunday yaxshi to'ylar bo'lgay. Mana fazilat xonim. Assalomu alaykum, baxtli kechamizning baxtiyor qatnashchilari. Mana bugun biz dugonam Fazilat va uning umr yo'ldoshi bo'lmish qahramonlarning nikoh to'yiga yig'ilganmiz. Men shu fursatdan foydalanib, ularga uzoq umr, baxt saodat tilayman. Hamisha baxtli bo'lsin. Katta rahmat. Endi san'atchilardan iltimos qilamiz. Shu tayyorlantirasizlar jonli o'yina. Mana bu yerda shunday ajoyib Muratbekga so'z navbati. Marhamat. Assalomu alaykum qatnashchilari. Mana bugun biz jo'ramiz qahramon va uning shu kunda e'tiboran umr yo'ldoshi bo'lmish fazilatlarning chakisida o'tirganmiz. Shu fursatdan foydalanib bu ikki yoshga uzoq umr, baxt saodat tilayman. Naki orzu niyatlar bo'lsa hammasi ro'yobga chiqaversin. 5 to'randa shunda o'tishgan nasib etsin. Katta rahmat ajoyib tilaklar uchun. Hammangizni davraga Tinaq qahramonlik jo'ralarini, kelinni dugonalarni, qandosh, qancha jondosh do'stlar ham jondir bugun. Yangra Kannoy, yangra Surnoy, sayragir oltin rubob, qahramon bilan fazilatxonlarni sevgisini butun olamga yoygil, kamdir bugun. Muhabbat bog'iga girmadim bir bor, sevib bir gulga qo'l urmadim bir bor. Endi tunlar yig'lar menga qo'shilib, qo'ynimda bir yor, ko'nglimda bir yor. Birin xur deyimmi, birin guloyim, suymaganim suyganimdan muloyim. Bu ne gurgilik ekan Xudoyim, qo'ynimda bir yor, ko'nglimda bir yor. Birin yerkalayman dudog'im bilan, birin yerkalayman nigohim bilan. Yasharman gunohu savobim bilan, qo'ynimda bir yor, ko'nglimda bir yor. Sinkarovatda bir yor. Hammangizni davraga taklif qilaman. Marhamat san'atchilar, ajab o'yin yo'llarini aman o'ynadi. Qashin tarak Gözüm bakır dilim yanadı, araçlarım yürekçe utsana. Gözüm bakır dilim yanadı, kaçan canım senden benim kanadı. Tükürse yer uğrum bakıp kanadı, kaçan canım senden benim kanadı. Tükürse yer uğrum bakıp kanadı. Verdim ben eşk araçlar kaçlar, ettim ben eşkinde bağrı taşlar. Boyundum açılansın bu kara saçlar.
Peygamberini görmedi garip başlar.
toy katnakçılarına özlerine renklerini bildirseler. Evet Cenab-ı Komutanım. Yaxşı. Opalar, sinirler, egeler, eğer şimdi bu soğuklu havada bizim evladımızı yaşlı gününde üzerinizi kımmatlı vaxtlarınızı verip sabır takat ile şu tırnak şanelerini hem şiirlerini yaşlı yerlerini tırnak oturursa sizlere tekrar rahmet. İndi ve şu ülkemizi kelin bile evet canlar kelin bile tebrikime kelin mübarek olsun güne şu kelini başı aşağı biri yumuşak el adına şu köçesine hemmesine bu hizmeti buyurayına ömürleri uzak olsun koşkalları da koşa kalsın özlerinden köpürsünler şu oturdan hemme ümiduvarın hemmesinin önünde tuvalet olsun şimdi yaxşı günler olsun evvelcan razı sizlere yine bir var kelin mübarek güne hemmeyince kettir rahmetli otururlar. Kettir rahmet bir karşı olsun. Kerimata beni yazda çıkarda pakulmanda hem muhakkemeni isimdedir. Uyunu iyicesini yanında bulunsun. Şu hizmetleri buyursun. Bana şu yine bala terbiyesinde sizlerin hizmetleriniz, zahmetleriniz cüda çok. Şu keçeni keçe demediğinizde, kündüzünü kündüz demediğinizde, aynıksa pazar iktisadı dövründe oğul oylantırış, kıyıp çıkarış, umuma aytkanda şu toy etişini elbette üzü umidir razaka. Şunun için Kudayım kahramanım, fazilet kanlarını şimdi hizmetleri sizlere buyurgay, kalıverse yelatına buyurgay. Ata-ana kurur birinci klas yurist belkim eğer ben söyletmediğimde üstüyüzde iş kozgap koyamı. Merhamet. Rahmet, davullar rahmet söz bayırıyorsunuz. Esselamu Aleyküm hürmetli devlet katnaşçıları. Ben Koçerli Abuhan'ı şimdi soğukluklarına korkmazdan üzerine yaxşı günümüze gelip oturmuşlar. Kettir rahmet. Şu işlere ülelerinizde şimdi yaxşı gün bulmayıp varıp bağlarımız bile ailemiz bile varıp sizlerin ülelerinizden hizmet kılıyoruz. Oturunlar. Hani hizmet ediniz. Cennet hayırda diyese analar ayağı aslında diyene geldi. Bu razakan tapadı, pulap geledi, un tapadı, yağ tapadı. Lekin ana bana 9 ay, 9 gün, 9 dakika balanı kütərib, yine onu terbiyelep, keçeleri mınca çakmay, damla atırgan gülleri boğan. Şunun için ana bir uluk zat. Biz bunu aldıda ömürbat kardılarımız. Yakın tutun. Yakın tutun, ağzını ya. Mehmanlar, sizlere de şu gelgeleyken size gelgeleriniz için kettir rahmet. Otursanız da yine kazan kaynap tuttuk hizmet kılaveriniz. Ahirki gelinimiz eken hava canardı da şükür yakşı oldu Kudayım. Yine otururlar, yine hizmet edeveriniz. Gelgeleriniz için rahmet. Vallahi gelinlerim şu yakşı günlerimde hizmet ettiğim kurmuşum. Yerlerim, kudalarım, bizlerim hemmesi için. Kudayım hizmetlerine hizmet kaytar ölmezsem. Rahmet söz vermeleri. Karşılıklı olsun. Bana şu toyla mübarek Roza ayında buluttu Kudayım hemmege mikir akıbet, Zaman
başa kalsın, ibirli çıbırlı olsun. Yine yeni şu yıllar beşik koysuna gelip oturuşu nasip etsin. Şuradaki hemme zamanın kanadanda yakışık boylap olarsın, bize hizmette bularız. Bismillahirrahmanirrahim.